Toshkent shahridagi Yoshlar ijod saroyida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda imkoniyati cheksiz ayollar forumi o'tkazildi. Imkoniyati cheksiz ayollar ular o'z iqtidori, salohiyati bilan yaratilgan sharoit va imkoniyatlar sabab jamiyatda o'z o'rnini topayapti. Jismoniy kamchiligi esdan chiqib, ortidan ko'plab insonlarni ergashtiryapti. Bu keyingi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va manfaatlarini kafolatli himoya qilish, ularning davlat va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishini qo'llab-quvvatlash, har tomonlama to'siqsiz muhit yaratishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasi. Forum doirasida tashkil etilgan ko'rgazmada ana shunday opa-singillarimiz faol ishtirok etdi. Faoliyatim davomida o'sha mahallamizdagi qizlarga, yoshlarga, ayollarga o'zim hunarimni o'rgatdim. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarga juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratilyapti. Bundan juda ham biz xursandmiz. Mana bugungi forumni ham o'zi nomi bilan-da, mana imkoniyati cheksiz ayollar. Ya'ni bizning imkoniyatimiz cheklanmagan, cheksiz. Faqatgina biz harakat qilishimiz kerak. Ya'ni o'zimizni ishlarimiz bilan yurtimiz ravnaqiga o'zimizni hissamizni qo'shsak, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bu forum nafaqat muammolar yoki yechimini topish kerak bo'lgan masalalarni ko'tarmasdan, balki mana shu muammo yoki yechimi topilmay turgan narsalarga qanday yechim topish kerak, bunda kimlar bilan ishlash kerak? Albatta hamkorlikda ishlash kerak. Partiyamiz oldiga qo'yilgan maqsadlarni birgalikda hal qilish, o'sha hamkorlikda hal qilishimiz kerak degan masalani menimcha boshqa vazirliklar ham, idora tashkilotlar ham albatta bu jarayonda aynan nogironlar uchun to'siqsiz muhit yaratib, ularni o'zini o'rnini topishida biz partiyamiz bilan birga yelkadosh bo'ladi degan umiddaman. Davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari parlament a'zolarini bir maydonda jamlagan davra suhbatida asosiy e'tibor muhim ijtimoiy masalalarga qaratildi. Xususan, nogironligi bo'lgan ayollarning ishga joylashish, ta'lim va kasb-hunarga qayta tayyorlash imkoniyatlari hali yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligi ta'kidlandi. Xalq demokratik partiyasi tomonidan ushbu muammolarni nafaqat muhokama qilish, jamoatchilik va ekspertlar ishtirokida qonunchilikni yanada takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi forum natijasi bo'yicha ham biz nogironligi bor tadbirkor ayollarimizni bergan takliflari asosida qonunchilik uchun yaxshi baza yig'amiz. Bugun biz ko'ryapmiz, fuqarolar jamiyati instituti vakillari, ayniqsa shu nogironligi bor ayollarimiz tashkil etgan jamoat institutlari ham faolligini bugun men o'zim mana bir nechta bunday fuqarolik jamiyati institutlari bu yerda o'zlarining mahsulotlari bilan ishtirok etishayotganini ko'ryapman va eng asosiysi ular davlat tomonidan, parlament komissiyasi tomonidan ajratilayotgan grant mablag'larini da ham juda katta loyihalar bilan ishtirok etishadi va buni natijasida demak o'sha o'zini tuman viloyatdagi o'ziga o'xshagan ayollarimizni bandligini ta'minlashda ham va ularga o'sha asbob uskuna sotib olishda ham demak bunday fuqarolik jamiyati institutlarini bugungi kunda o'rni yuksalayotganiga biz guvoh bo'lyapmiz. Forum doirasida ayollarning ijod namunalari auktsioni, shaxsiy o'sish, kasbiy rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalar, tadbirkorlik, stressni boshqarish masalalariga bag'ishlangan motivatsion master-klasslar ham o'tkazildi.